Assalomu alaykum. Bugun biz VirtualBox'ga eng yangi Ubuntu mashg'ulot sistemasini qanday o'rnatishga kirib ketdik. Hozirgi Ubuntuning eng yangi nashri 2025.10 mana ilgari o'rnatilgan biz yangi bir sinab boqamiz. Bugun biz yangi navin kompyuterdan birini qurib Әтінчеки бевасты құрып болғанына әкірсек болды. Біз ең баштан бір машина ашыдың ondan keyin mayaga qilmoqchi bo'lgan navin mashinaki kompyuterdagi ismini yozamiz. Ubuntu 10 deb qo'yamiz. Mumkin ma'lum o'sha Ubuntu'ningki kompyuter widgeti saqlangan diskidagi VirtualBox. Shu darajada saqlangan. Ondan keyin biz mayadan Ubuntu deb yozsak mayada mashg'ulot sistemasining turini Solaris deb bilinmoqda. Yaratın biz mesela Windows olsun tanladık, Linux'ın tanlasak oldu. Linux'ın tanlagandan keyin mana Ubuntu 64'ni tanlasak oldu. Yoki bo'lmasa Ubuntu mashg'ulot sistemasining hammasi mesela aslida mesela Ubuntu 22'de 4 mesela qo'llaydiganda eng yuqorisi 22 turgan 22 2022 4 oydagi uzun muddatli nashr degan LTS. Qolgan nashrlar ham tizimlikda yo'q bo'lgandan keyin biz Ubuntu 64 degan tanlab qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa biz bu Ubuntu mashg'ulot sistemasi adaki normalda Debian degan mashg'ulot sistemasini asos qilib Debian 64 degan tanlab qo'ysak bo'ladi. Biz 64 betlik nashrni tushirib tayyor qo'ygan shuni 64 Debian 64 yoki bo'lmasa Ubuntu 64 degan ikkisini qaysi tanlasak bo'ladi. Masalan biz Ubuntu 64 dedik. Ubuntu 64 degan tanladik. Keyingi qadamga chekdik. Bu yerda biz eslab 2 gigabaytga masalan kompyuterimizdan mesela eslab jiqroq bo'lsa, masalan men 4 gigabayt bo'lib bermoqchi bo'lsam, 4.96 deb bo'lib bersak 4 gigabayt. Markaz bir taraf bo'lgan yani CPU'da bir ya 2 bo'lib bersak, kompyuterimizning seblimini asosan belgilaymiz. Ma EFI degan masalan Windows'da ko'proq ishlatiladi. Buni qo'zg'atsak ham bo'ldi, qo'zg'atmasak ham. Undan keyin disk bo'shlig'idan 25 gigabaytdagi biz masalan 30 ni bilib 30 deb bevosita yozsak ham bo'ldi. Birligi gigabayt yoki 30 deb o'zgartirib aqsini o'chirdi. 30 gigabayt. Qancha qo'shilsa 2 TB. Shu qattiq diskingiz qancha cho'ng bo'lsa, shuncha taqsimlab bersak bo'ldi. Undan keyin mayada pre-allocated full size 30 gigabaytdan hammani bo'lib beradilar. Biz qancha hujjat yozilsa, shunchalik yangi egalison deb mana tanlamsak bo'ldi. Undan keyin qadam chiq. Mana hozir biz yangi qurgan Ubuntu mashg'ulot sistemasining qisqacha tushuntirishimizni, qisqacha xotirasimizni. Ubuntu ismi bo'ldi, o'rin bo'ldi. Buniki 64 bitli, bu eslak, CPU 1, buniki EFI ni ishlatmadi. Taqsimlab bergan diskimiz mana shu bo'ldi. Undan keyin tamomlab bo'lgandan keyin bu yangi kompyuterning tashkilidan ayani qo'zg'atib olsak bo'ldi. Masalan, chaplash taxtasini o'zimizningki kompyuterimizda mulozimatlar tarafdagi ya'ni host degan mulozimatlar kompyuterdan xaridor kompyuter hisoblanadi. Ikkili yo'nalishda ishlatishni tanlab qo'ysak, masalan, hujjat hambarlash yoki hujjatni so'rab, masalan, o'zimizning masalan hozir Windows mashg'ulot sistemasi bir hujjatni so'rab ma'lum kompyuterda ishlatish uchun men tanlab qo'ysak, ya'ni qo'sh yo'nalishda qo'llasin degan tanlab qo'ysak. Agar bunga ehtiyojimiz bo'lmasa, tanlamasak. Bu tushundirish masalan mashg'ulot sistemasi. Bundan keyin shifrlamadik yo'q. Buni shifrlamaymiz normalda. Agar shifrlaydigan ehtiyojimiz bo'lsa, shifrlasak. Bundan keyin ma'lum qattiq detallar ahvoli. Bundan keyin CPU-dan birini berdik. Bundan keyin ma'lum tezlatgich. Ayada diqqat qilgan yana bir narsa, ko'rsatish kartasini o'zi 16 deb bildi, biz eng yuqorisiga, ya'ni 128 ga to'g'rilaymiz. Bundan keyin mayaga diqqat qilamiz, mishadan cho'qol VGA tanlab qo'ysak yaxshiroq. Chunki mashg'ulot sistemasi o'rnatilib bo'lgandan keyin, ya'ni tanshak degan ko'znak ichilmay turibdi. Masalan, asli bitta qoldirib qo'ysakmi bo'laydi. Masalan, kuchining qaysini alsak bo'ldi. Bu faqatlam ko'rsatish kartasiningki navin ko'rsatish kartasi. Shu bitta qoldirib qo'ysak ham bo'ldi. Agarda shu xatolikni oldini olish uchun bu VGA tanlab qo'ysak, bu xatolik yuz bermaydi.
yoki yuz berish ehtimoli ko'riladi. Sizlar qoldirib keyin tanishib olsak bo'ladi. Vijayni talab qiladi. Undan keyin biz tanishlikdan yana bir ishni o'rganib qoldik. Agar mavhum ISO hujjatni biz tushirib olgan, shuni yuklaydi. Ubuntu'ningki tor bekitida biz tushirib olgan, masalan, mana Ubuntu 25.10 endi 64 ISO degan hujjatni tanlaymiz. Shu oldin tushirib olgan shuna tizimlikda bor tanlablar. Masalan, nerdan tushirgan bo'lsalar, shu ich bilan masalan, mana Ubuntu'ning bir chiqarishini tushirib olgan, masalan, Windows'niki degandek mashg'ulot sistema. Masalan, mana Ubuntu 25'da 10 64 hamda, ya'ni 64 açar. Yüklüdür. Ondaki bayağı empty hazır. Bu ISO hüccetini yüklüdük. Yani mevhum optik disk qo'zg'atqichga bu ISO hüccetini yüklüdük. Kezimler. Ondan keyin mevhum kompyuterini qo'zg'atadi. Mevhum kompyuterini qo'zg'atdik. O'lcham holatga o'zgartirdik. Undan keyin bu o'rin tushuniki ko'rsatgan tinish ko'zlar chiqdi. Biz birinchisini tanlab internetga bosdik. Yani biz İngilizce holatda o'rnadik. Uyg'urcha holatda o'rnatsakmi bo'ladi ekan, ma'qulni nashrda uyg'urchani tanlasak va ko'znakda xatolik ko'rinadi. Shuning uchun biz inglizcha holatda o'rnadik. Qadamcha ketdi. Lekin ma'vo masalan anglash ko'rish lekin kirgizib jihatdan qiyinchilik bor. Ya'ni ojizlikniki ishni qulaylashtirishga ba'zi bir cho'ng'aytirish va nishonlash degandek ko'rish anglash sezgisiga tezlikdan ishlarga yaratgan qulayliklar va ularni atlab ketadi. Buniki harf taxtidan inglizcha harf taxtini tanlaydi. Aqsdan biz hozir mavhum kompyuter qo'llanganimiz uchun wide networkni shu adadiy bevosita simli tor degan. Undan keyin Ubuntu'ni o'rnatamsa yoki sinab boqamiz. O'rnatishni tanlaydi. Undan keyin ikki xil o'rnatish usuli bor. Birisi savol javob shaklida, ya'ni ta'sirlashgan holatda bo'lsa, avtomatik javob beradigan bir hujjatni hosil qilib, shu hujjatni ushlab qo'yamiz. Shu hujjatdan lozimli kuchni o'qib olib bilan o'zi avtomatik o'rnatadi. Bu hujjatni biz tayyor olmaganligimiz uchun birinchisini tanlaydi. Undan keyin yumshoq detallarni ham agarda qo'shimcha boshqa yumshoq detallarni tanlasak, sistemani o'rnatib bo'lgandan keyin undan keyin yumshoq detal markazidan tanlab o'rnatib olsak bo'ladi. Shuni o'rnatish suratini tezlatish uchun bizim shu ko'ngildagi holatda default selection shu yerda qoldiramiz. Undan keyin uchinchi tarafdan Wi-Fi'niki qattiq detalni qo'zg'atqichini o'rnatishni tanlasak, video yoki ovoz hujjatlarining ba'zi bir bichimlarini qo'llanadigan bo'lib qolsa, o'shani ortiqcha, ya'ni qo'shimcha qo'llashga ba'zi bir kodli qo'shimni tushirman deydi. Ehtiyojimiz bo'lsa tanlab qolsak, keyin o'rnatib olsak bo'ladi. Undan keyin Ubuntu'ning 25.10 o'sha nashrni o'rnatib diskga birinchisini tanlaydi. Boya arliqda bir xatolik chiqqanligi uchun qayta qo'zg'atgan, shunga mana ikki tanlash ortiq ko'rinadi. Ma'lum shu hujjatni davomlashtirib o'rnatadi. Ma'noda butun diskni o'chirib Ubuntu ma'lum tanlabdan birinchisida o'rnatib qo'ygan. Yoki bo'lmasa biz o'chirib butun diskni undan keyin yana boshdan o'rnatadi. Bo'lmasa arliqda qalamqachilik chiqishi mumkin. Shunga butun diskni o'chirib bilan o'zi avtomatik o'rnatadi. Shifrlamaymiz. Ularga ishlatuvchidan bir tarix. Undan keyin kompyuterning ismi, tarixini yuritib, undan keyin biz ya'ni parol, maxfiy shifr degandek ilovatimiz barxil. Ularga biz web password degani ojiz password, ojiz dedi. Bunday o'ylashning sababi men oddiy altxonliq endin birini tanishdim. Sizlar hep son alayda belgini tashkil etgan bunda. Hozirgina 12 xonliq qilib tanishib olsangiz texan yaxshi. Chunki bexatar bo'ladi. Ya oddiylar kirgizib qo'ydim, shunga menada ojiz. Yoki vaqt rayini tanlaymiz. Vaqt rayinda ko'p shaharlar va men dastlab bitib qoldim. Masalan, Qozog'iston yoki Turkiyada bo'lsak, o'zimizniki nima bo'lsak, shularning shaharini tanlab qilsak bo'ladi. Undan keyin qadam chekib. Hozir asosan men tanlaydigan
sistemaga XT4 degan sistemaniki hujjat mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan hujjat shakl o'rnatib chekadi. Buniki hujjatni ko'chirishga boshlaydi. O'rnatish jarayonida yumshoq detallarni tunishtiradi. Masalan, bunday yumshoq detallar masalan spot Telegram deganda bunday yumshoq detallar o'rnatiladi. Mumkin masalan sistema o'rnatib deydi. Masalan, qanday hujjatni ko'chiryapti ko'rib bakmoqchi bo'lsak, to'pchini cheksak ko'rinadi. Qanday hujjatni ko'chirayotganlik tarsi bor. Yana bir cheksak boyagi ko'rinish ko'rinadi. Mumkin masalan ijodiyat bilan shug'ullanadigan qulaylik yaratish uchun masalan Visual Studio Code yoki IDE Ultimate yoki ma'lum sistemaniki ijodiyati yumshoq detal ijodiyati bilan shug'ullanadigan qulaylik yaratgan. Bundan boshqa yana kuchaytirilgan surat keltirib turadigan, ovoz keltirib turadigan yumshoq detallarni ta'min. Mesela uyarının yumshoq detallardan hech uyarlanadi. Sistemani o'rnatib bo'lgandan keyin o'rnatib sinab o'ynab bosadi. Mumkin masalan alohida yumshoq detallardan masalan Discord, OBS degan ekrandan video tutilgan yoki bevosita tish qilishga bo'ladigan yumshoq detal. Masalan sistemaning bexatarligi munosabatli masalan Firefox bilan Brave degan tor masalan ikisi bexatarlik munosabatli yumshoq detal. Bunun hammasini o'zini keyin sistema o'rnatib bo'lgandan keyin sinab o'rnatib ko'rib bosadi. Buniki hozir masalan 66% ijodkor Ubuntu'ni ishlatadi deb statistikani ko'rsatmoqda. Masalan, ilxat yumshoq detallarni ishxona yurishtirishda yumshoq detal. Buniki Microsoft Team'niki yumshoq detallarni qo'llaydi. Mumkin dunyodagi nurg'un tillarni qo'llaydi. Mumkin ekran o'qishni qo'llaydi. Mumkin LibreOffice'ni maqola yozish yumshoq detal. Microsoft Office'dan Word o'xshash. Bundan keyin Ubuntu'niki munozir minbari bor. Qo'llanma official degan official documentation degan shirkatdan rasmiy ta'minlagan ishlatish qo'llanmasini ta'minlagan. Bundan keyin munozir minbari bor. Agarda Ubuntu Pro'ga ya'ni sistemaniki korxona nashriga yuksalsa sistema 7 kun 24 soat mulozimat korxona nashri. Hozir sistemani setlabdi. Ubuntu'ni o'rnatib bo'ldi. Bayt qo'zg'atamiz. Baya biz o'rnatish diskisini yuklangan top enterni bossak uni optik diskniki ma'lum bo'lishini chiqaradi. Ubuntu'ni bayt qo'zg'atgandan keyin tizimni ko'rindi. Enterni bosadi. Ubuntu'ni bosh ko'zini ko'rindi. Biz ishlatuvchining ismini chekkandan keyin boya kirgizgan imni so'radi. Shuncha kirgizgandan keyin internet Ubuntu 25.10 o'rnatildi. O'rnatilib bo'lgandan keyin alohida yangilaydigan masalan ko'rib baksak bo'ldi. Sistemaning uchurlarini Ubuntu'ga yo'llamasa biz yo'q. Bundan keyin yumshoq detal markazini ko'rsatdi. Bundan keyin sol ostdagi knopkani chekkandan keyin masalan sistemaniki ko'rinishi. Masalan sol tarafda tor ko'rinadi. Hujjat boshqa. Yumshoq detal markaziga yo'q. Axlosin. Mumkin biz tanishaylikdan masalan uyg'urcha kirgizmoqchi bo'lsak oldindan biz harf taxt qo'shib qo'yamiz. Sistemani o'rnatganda inglizcha ya'ni amerikacha harf taxt qo'shganda hamda uyg'urcha harf taxt qo'shadi. Input source degan kirgizish manbasini qo'shadi. Chekkandan keyin inglizcha kirgizishdan masalan Australiya, Kanada degan chekni cheksa, undan keyin boshqa tillarni kirgizadi. Masalan uyg'ur tilini. Boshqalar deb tanlagan. Uyg'urda ko'rindi tanlab, undan keyin ma'lum tarafdagi adni chekamiz. Uyg'urcha qo'shildi. Harf taxtini ko'rib baksak ustiga maniki tartibini muattisak ustiga yo'qki. Harf taxtini tanlab bo'ldi. Masalan biz ko'rinishni uyg'urcha qilmoqchi bo'lsak, sistemni chekib, buni ichidan til va rayonni tanlaymiz. Buni ichidan mayda o'rnatilgan tillarni boshqarishni ko'rib bakamiz. Sistemada to'liq o'rnatilmagan hammasini o'rnatib o'tamiz deb eslatdi. Ma'qul deb o'rnatdi. Bundan keyin ba'zi
sisteminiki biletlerini o'rnatishda biz sistem o'rnatgandagi eng sur'atli dalilasi. Bundan keyin qo'llaydigan tilni to'liq o'rnatgandan keyin biz mana yerdan close chekdik. Masalan, o'rnatilgan tilni yerdan tanlasak. Böyle bir yanılıyorduk bu. Yanılıyordukdan keyin mana tizimlikda boshqa til ko'radi. Bo'lmasa normalda biz inglizcha o'rnatgandan keyin inglizcha ko'rinishni asos qilgan davlatlarniki usullarmi? Hozir endi hamma tilniki usul ko'rindi. Biz masalan o'zbekcha o'qiyapmiz. Bundan keyin tabilar Hollandiyacha keldi. Bundan keyin hozirgi tartibida Uyg'ur tili eng ostida. Buni eng ustiga surib qo'ysak bo'ladi. O'sha Uyg'ur tilini chekib turib, ustiga so'raymiz. So'rab eng ustiga chiqib tashlaymiz. Bundan keyin tilni tanlagan fillar. Yani Uyg'ur tilini qo'shib, taxayyul Hamaya qo'shildi. Bizning yana bir til qo'shdi. Ustiga sursak surilmaydi. Endi surildi. Ustiga qo'shildi. Undan keyin sistema qayta qo'yildi. Dokumentlar ko'nikmasini chekdik. Undan keyin qayta qo'yildi. Yoki bo'lmasa sistemadan tizimdan chiqsak ham bo'ladi. Sistemadan tizimdan chiqarib yo'lga chekdik. Uyg'urcha ko'rinishga almashdi. Undan keyin men qisqartirishning ismini men Uyg'urchaga o'zgartiramiz. Qayta so'rama deb kon ismi bo'yicha turaversa, masalan, qisqartirishning ismi o'sha inglizcha betib tursa bo'laydi. Agar deyapman Uyg'urcha qilib desak, men o'xshash o'zgartirib ko'rinishini tanladik. Endi boyqa sol tarafdagi yan bo'ldoq o'ng tarafga almashdi Uyg'urchaga. Masalan, programmaning hammasi Uyg'urcha ko'rinadi. Masalan, tanishlikni ko'rib boqaylik Uyg'urcha. Masalan, to'g'ri ko'chish, ko'rsatkich, masalan, ovoz degandek hammasini Uyg'urchalikda tanishlik. Undan keyin masalan, yumshoq detallar va 31 yumshoq detallar yanglamiz degan turib, yanglamasak ham bo'ladi. Yanglamiz chiqdi, tushiramiz. Ba'zi ba'zilar o'rnatilsak ham bo'ladi. Masalan, yumshoq detallar o'rnatganda normalda kimlik dalillaydi. Ya'ni qayta bir kirgizib qo'yamiz. Bu yangilanmalar odatda bexatarlik yangilanmasi bo'lishi mumkin, yumshoq detallanmasi bo'lishi mumkin. Tafsilotini cheksak ko'rinadi tafsilot. Ham yumshoq detalni unutib bo'ldi, jazmini yumshoq detal masalan yanglib qoldi. Tel qo'llashimiz bo'ldi. Undan keyin text editorda masalan chiqib qo'ysak, masalan kirgizishni tanlaymiz. Uyg'urcha, inglizcha, uyg'urcha. Masalan, Ubuntu mashg'ulot sistemasi o'rnatilishda agarda ishxona yumshoq detallarni o'rnatmoqchi LibreOffice'ni ishlasak bo'ladi. Mana bu tekstlar Windows'dagi Notepadga o'xshash yumshoq detalni o'rnatib qo'ydik. Mana bu hujjat boshqaruvchi rasm, video, tushirish degandek narsani mana o'xshash Uyg'urcha qilib ko'zlagan. Almashtirish desak almashtiramiz. Tizimliklar Uyg'urcha. Undan keyin mana mashg'ulotni o'zini kirib boqsam bo'ladi, sinab boqsam bo'ladi. Uyg'urcha mashg'ulot sistemasiniki masalan tanishtirib ko'rib boqaylik. Sistem Ubuntu stili yumshoq detalni
Yumshoq detallarga ko'rib baksak, masalan, 25'te 10 sistem tafsilotini ko'rsak, yumshoq detallar, qattiq detallar uchurlarning hammasini ko'rsatib berdilar. Masalan, mashg'ulot sistemasining ismlari, turi va 64 bitlar. Masalan, stol ustiga yashil tutup, ko'znak sistemasi, verilar degandek ham uchurlarni ko'rsatib berdi. Bugun biz Ubuntu'niki 25'te 10 mashg'ulot sistemasini non kompyuter qanday o'rnatishni ko'rib o'tdik. Keyin qatimlik sinda ko'rishaymi? Allohu a'lam.